Hammaga salom. Bugun sizlar bilan LG ning rasmiy hamkori bo'lgan Mediapark Ekobozor Chimgan do'konidamiz va bugun sizga LG ning NanoCell televizori haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. LG kompaniyasining NanoCell televizori sun'iy intellektli Alpha 7 AI 8-avlod protsessori bilan jihozlangan va u televizordan uzatilayotgan kontentlarni rangini nano zarrachalar yordamida filtrlaydi va shu sababli tomoshabinga har bir rang tiniq, aniq va to'liq yetkazib beriladi. Bu NanoCell televizorimiz to'liq sun'iy intellektli yordamchi funksiyalarga ega va ulardan asosiysi bu 4K super upscaling hisoblanadi. Bu nima degani? Oddiy tilda aytsak, siz ko'rayotgan oddiy sifatdagi videoingizni 4K sifatgacha yetkazib beradi. Bu televizordagi yana keyingi aqlli qiziq funksiyasi bu AI chatbot bo'ladi. Bu AI chatbot funksiyasi yordamida siz kino ko'rayotgan vaqtingizda ovoz menyu sozlamalariga kirib o'tirmasdan AI chatbotga to'g'rimi-to'g'ri kerakli buyruqni bersangiz, u sizga ko'rayotgan kontentingizdan kelib chiqib, ovoz sozlamalarini 3 xil variantini taqdim etadi. Shu 3 xil variant ko'rsatilgandan xohlaganingizga kirib, o'zingizga yoqqanini tanlab, kino ko'rishda yana davom etsangiz bo'laveradi. LG NanoCell Alpha 7 AI protsessorli televizorda AI Sound Pro rejimi borligini bilasizmi? Bu nima deysizmi? Keling, maski tushuntirib beraman. Odatda oddiy televizor, oddiy video ko'rayotganingizda televizor sizga 2 kanal orqali ovozni yetkazib beradi. Sun'iy intellektli AI Sound Pro rejimini yoqqaningizda esa 2 kanal emas, 9 ta kanal orqali sizga ovozni yetkazib beradi va bu sizga xuddiki kinoteatrda o'tirgandek effektni beradi.